Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Men keyingi zakazlarimiz Namangan viloyati Chust tumani olib keldik. Chust tumaniga mana ko'rib turibsizlar. Menda 5 ta eshik, 3 ta ram olib keldik. Juda ham chiroyli chiqdi. Menda bitta katta to'rqanotligimiz kvadratda 700 ming so'mdan olib kelib o'rnatishamiz ichida bo'lyapti. Bularimiz mana derazalarimiz, oynalar doimgidek germetiklangan. Bunga qora lo'li, qora sog' berdik. Mana qora aynak. Ko'rib turibsizlar. Mana bu dilalik eshiklarimiz. Tepasiga ana qora aynak solib berganmiz. Qora gulli aynak. Mana bunga ham tepasiga qora gulli aynak solib berganmiz. Mana romlarimiz ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli chiqdi. O'rnatib bering dedi, o'rnatib berdik mana. Ko'rib turibsizlar. O'zbekiston bo'ylab dasturchilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida bemalol murojaat qila olasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishicha rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.